Siz qanday metoddan foydalanasiz andozalarni tayyorlaganingizda? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Men har birini o'qib chiqaman. Biz bugun siz bilan Maryams metodi bilan tayyorlangan ikki xil andozani ko'ramiz. Qaysi metodda ikki xil andoza tayyorlanganini ko'rgansiz, buni ham yozib qoldirsangiz juda ham xursand bo'laman. Mana shu siz ko'rib turgan fasonni biz siz bilan andozasini tayyorlaymiz. Bu fasonimizni ko'rganingizdek, xohlasangiz xuddi shunday uzun ko'ylak holatida yoki shim bilan bemalol koftichka qilib tikib olsangiz ham bo'ladi. Demak, biz siz bilan hozirgi tayyorlaydigan andozamizni ikki xil usulda tikib olsangiz bo'ladi. Uzun ko'ylak yoki koftichka holatida. Aytib o'tganimdek, metodlar juda ham har xil. Aynan bizning sohamizda hamma o'ziga mos metoddan foydalanadi. Men har doim Maryams metodidan foydalanganman va mana shu siz ko'rib kelayotgan hamma modelирование darsliklari ham Maryams metodidan foydalanganman. Bu metodning juda ham unikal tarafi bor. Men sizga hozir buni tushuntirib o'taman. Bu metodimizda ikki xil andoza tayyor bo'ladi va biz ikkala andozadan ham foydalansak bo'ladi. Buni qachon foydalanishni albatta men darsliklarda aytib o'tganman. Hozir men sizga bu andozalar bilan tanishtiraman. Mana shu siz ko'rib turgan andoza bu bizni andozamizning asosi hisoblanadi, ya'ni osnova. Birinchi orqa osnovani chizamiz, ustidan oldi osnovani chizamiz. Siz xuddi shunaqa metodni ko'rganmisiz? Balkim sizning metodingizda ham xuddi shunday tayyorlansa kerak. So'ng bu andozamizni plyonkaga ko'chirib, xuddi shunday qilib razrabotka qilib olamiz. Osnovadagi proymalarimizdagi kengliklari katta, keng holatda bo'ladi. So'ng biz o'zimizga kerakli razmerga proymalarni keltiramiz va bellarni ham kerak bo'lsa xuddi shunday pritaливание qilamiz. Endi bu andozamizni bemalol modellashtirsak bo'ladi, ya'ni ko'krak va orqa yelka vitichkalarini. Ko'krak vitichkalarini modellashtirib, xohlagan modelga bemalol modellashtira olamiz. Mana shu andozalar to'liq posatkalari to'g'ri, har doim hamma razmerga bez primerka to'g'ri keladigan andozalarimiz. Biz bugungi o'rganadigan fasonimizga andozamizni asosidan, osnovadan, ya'ni foydalanamiz. Ustidan plyonkani qo'yib, xuddi shunday ko'rib turganingizdek yoniga 5 sm qo'shdim. Yelkasidan 18 sm pastga tushiryapman. Bo'yin o'yindiqlarini xuddi qanday bo'lsa shu holatida duplikat qilib ko'chiryapman. Ya'ni yengimizni pastki qismini burchak lineykani qo'yib 18-20 sm ga xuddi shunday qilib yenglariga tayyorlab olsak bo'ladi. Yoniga 5 sm ni yuqoriga ham qo'shamiz. Nima uchun bu kenglikni qo'shyapmiz? Aynan bu oversize fason, ya'ni kengroq turgani uchun. Siz ham xuddi shunday xohlasangiz 5 yoki undan ham kengroq qo'shishingiz mumkin. Shu bilan mana ko'rib turibsiz, asosdan foydalangan holatda birinchi bo'lib men orqa andozani ko'chirib oldim. Endi yana mana shu asosimizdan foydalangan holatda oldi andozani ham tayyorlab olaman. Ko'rib turganingizdek juda ham katta bizga yordam beradi asosimiz. Asosning ustiga plyonkani qo'ydim, oldini ko'chirib olyapman. Oldi tarafda ahamiyat berasiz, ozgina pastga tushib turibdi bu vitichka hisobiga. Yoniga orqada qanday qo'shgan bo'lsam, oldiga ham 5 sm kenglikni qo'shdim, yelkadan 18 sm. Oldi o'yindiqlarini ham to'g'ri qanday bo'lsa shunday ko'chirib olyapman. Yengini 18 sm orqada tushirgan bo'lsangiz, oldi tarafda ham bir xilda tushirishingiz kerak bo'ladi. Demak, bunda ham yoniga 5 sm yuqorisiga qo'shdim. Endi bizga yon taraflarini chizishimiz uchun birinchi chizib olgan orqa andozamiz yordam beradi. Birinchi bo'lib orqa andozani qo'yamiz, ustidan oldini qo'yib, yon taraflarini ham ko'ryapsiz, bir xilda bir xil shaklga keltirib chizib olamiz. Oldi o'rtasida ozgina ko'ryapsiz farqlik. Nega bunday deganda, oldi tarafda bizni ko'krak, qorin hisoblarimiz bor. Xuddi shuning uchun shunday bo'ladi. Demak, biz shunday qilib andozalarni tayyorlab oldik. Yelkalarini mana shunday holatga qo'yib olib, birinchi o'rinda bo'yin o'yindiqlarini tayyorlab olamiz. Sizga qancha kerak bo'lsa, oldi ochilish, xuddi shunaqa qilib tartibda chizib olasiz. Dumaloq, to'rtburchak, burchak shaklida qanaqa forma xohlasangiz, xuddi shunaqa tartibda chizib olishingiz kerak bo'ladi. Endi bizga oldi tarafga zborka qilishimiz uchun yuqorisiga kaketkani formasini chizib olamiz. Ko'rib turibsiz, bu hammada ixtiyoriy. Men oldidan 13-15 sm tushirib joylashtirdim. Yon tarafga shunday qilib chizib oldim. Orqa tarafini chizayotganimizda bitta narsaga biz ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Orqa tarafning kaketkasi oldiga nisbatan sal uzunroq, yonboshlari qancha qolsa xuddi shunaqa uzunlikni yonboshda bir xilda qilishimiz kerak. Ya'ni oldi tarafimizda menda 22 sm andozada, xuddi shunday 22 sm ni qoldirib, orqaga ham joylashtirib kaketkani chizib oldim. Ko'rib turganingizdek, endi yenglarini ham tayyorlab chizib olishimiz kerak bo'ladi. Yelkalarimiz xuddi shunday qo'yilgan paytda yengimizning kengligini men plyonkaga ko'chirdim. Uzunligi hammada ixtiyoriy. Yengni oldi tarafini albatta belgilab olamiz. So'ng mana shu belgilangan raqamimiz bo'yicha yeng andozasini qolgan qismini xuddi shunday qilib chizib olamiz. Demak, bizga yengimizning kengligi aniq bo'ldi. Uzunligini aytib o'tganimda, o'zingizga qancha kerak bo'lsa, xuddi shuncha uzunlikda tayyorlashingiz mumkin. Men ko'rsatgan tartibda kvadrat holatga sizni ham yengingiz tayyor bo'lib keladi. So'ng bu kvadratni bir nechta bo'laklarga bo'lib chiqasiz. Bo'laklar orasini biz ochishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun? Aynan zborka bo'lishi uchun. Birinchi bo'lakda men ikkala tarafini ham yuqori va pastki qismini ham bir
xilda orasini 3 sm dan ochdim. Buni siz xohlasangiz bundan kengroq ham bemalol qilishingiz mumkin. Endi bo'lsa yuqori tarafigina zborka bo'ladigan holatga keltirdim. Agar siz yengingizni xuddi shunaqa holatda bitsangiz, yengning yuqori qismida zborka bo'ladi, pastki qismida ozroq bo'ladi. Endi buni biz nabarot, ya'ni buni teskari holatini qaytarishimiz ham mumkin. Yuqori qismini zborka holati kamroq, a pastki zborkalari kengroq bo'lgan yengni. Demak, ko'rib turibsiz, bitta kvadrat yengni o'zidan 3 xil formada biz yenglarni modellashtirishni ko'rib chiqdik. Mana shu bilan biz to'liq yenglarimizni modellashtirib oldik. Uchala yengdan qaysi biri sizga to'g'ri kelsa, shunday qilib modellashtirib olsangiz bo'ladi. Endi biz oldin andozamizni ham oldindan chizib olgan qaketkamizni pastki qismini xuddi shunaqa vertikalniy bir nechta bo'laklarga bo'lamiz, raqamlab olamiz. Buni ham yuqorida men ko'rsatganimdek, xuddi yengimizni shakliga keltirib, oralarini bir xilda ochib olamiz va oralarni ochganimizda bu zborkamiz uchun. Matoga albatta qaraysiz, matolar yumshoq bo'lsa, oraliq masofasini kattaroq qo'yishingiz mumkin. Agar mato qalinroq bo'lsa, ya'ni qattiqroq mato bo'lsa, oraliq masofasini qisqaroq olsangiz to'g'ri keladi. Demak, mana shu men ko'rsatgan texnika bo'yicha mana oldini va orqa tarafda ham mana shu texnikalardan foydalangan holatda ko'ylagingizni modellashtirib olasiz. Ko'rib turganingizdek bitta andozani tayyorlab olamiz. Mana shu tayyorlab olgan andozamizdan xohlasangiz koftichkani yoki xuddi shunaqa ko'ylakni bemalol tayyorlab tikib olsangiz bo'ladi. Yoniga qo'shiladigan pribavkani aytib o'taman. Men bu yerda 5 sm qo'shdim. Buni siz xohlasangiz bundan kengroq, ya'ni 10 sm gacha ham bemalol kengroq qilib qo'shib olsangiz bo'ladi. Bu qo'shiladigan kenglik oldida qancha qo'shgan bo'lsangiz, orqada ham qo'shishni esingizdan chiqarmang. Demak, siz ham o'zingizni andozingizdan foydalangan holatda mana shu bugungi men ko'rsatib bergan modelirovaniyani to'liq tayyorlab olsangiz bo'ladi. Endi men shu joyda sizga yana bir savolni beraman. Mana shu modelirovaniyani men 2 xil andozada tayyorlasa bo'ladi deb aytdim yuqorida. Demak, bu andozalar birinchi bo'lib asos andozada ko'rsatib berdim. Ikkinchisini xuddi shu metodda tayyorlangan hozirgi modelirovaniyani men ko'rsatib o'tgan ikkinchi andozamda ham tayyorlasam bo'ladimi? Ya'ni bu razrabotka bo'lib chiqqan. Yuqorida aytib o'tdim, plyonkaga ko'chirib razrabotka qilgan andozamdan ham mana shu bugungi men ko'rsatgan fasonni tayyorlasa bo'ladimi yoki yo'qmi? Albatta izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Men har birini o'qib chiqaman. Maryams Akademiyasi tomonidan hozir 10 kunlik challenge boshlangan va bu davom etyapti. Ertaga 3-kun. Siz mutlaqo bepul bizni darslarimizga qo'shilishni xohlasangiz, albatta bu challenge-da siz ham ulgurib qoling. Profil shapkasida Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizdan o'tib, albatta siz ham bemalol mutlaqo bepul Maryams metodi bilan tayyorlangan onlayn darsliklarimizda o'qib olishingiz mumkin. Bu yangilikni tikuvchi do'stlaringizga ham albatta yuborib qo'ying. Maryamsga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.